bu joyi bilmagan buxorolik bo'lmasa kerak, chunki bu joy juda ham mazali deyshadi. Ketdi, obzorlar qilib ko'ramiz. Bu aynan shakarob, ustiga qurt sepilgan. Shakarob bilan achichukni farqi nimada? Kommentariyada yozib ketinglar. Bir marta bo'lsa ham uyingizda qilasizlarmi, joyiga kelib yeb ko'rasizlarmi? Mana shu salatni yeb qilib ko'ringlar. Ustiga qurt sepib, bomba, ishoninglar, bomba. Svikla с творожным сыром ekan, rukola bor ekan, olma bor ekan, krem chiz bor ekan, lo'ligi bor ekan. Mana bu vyalenniy tomat. Kстати, vyalenniy tomat nima bo'ladi? Kommentariyada yozib olinglarchi. Salatni mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, lekin bor. Salat yeyotganingizda hamma mahsulotlarni bittada yeganingizda hamma mazza ochiladi. Bu salat bu narsani qilish sal qiyinroq, sababi olma ham katta kesilgan, lo'ligi ham katta kesilgan. Mana masalan, bunaqa narsalarni hammasini yig'ib yeyish uchun kamida og'zingizlar hamma qilib ochilish kerak. Lekin umumiy olganda salat sochitaniyasi bomba. Hozir shunda menga Sanjar pul to'lagan bo'ladimi reklamaga? Bu yangi salat ekan, joy ekan, joyida joy. Yeb ko'ramiz. Baqlajon, ustida salsa, rukola, parmezan, balzamik. Pul olgan deysizlarmi? Boshqa deysizlarmi? Bomba salat ekan. Ha bo'lmasa yana uxlataman, balki o'zimizni menyuga ham qo'shib yuboramiz. Yevropada buni ravioli deyshadi. Rossiyada buni chibureklar deyshadi. Bizda bichak deylar ekan. Xullas. Ichida zelenli, voy. Ravioli deysizlarmi, chiburek deysizlarmi, bichak deysizlarmi, nima deysizlar bilmadim, lekin mazasi zo'r. Lekin bor, bu sous bilan emas, sous almashtirish kerak. Mana shu fatrgacha men kasal bo'lganman. Agar boru ayolinglar homilador bo'lsa, точно bosh qorong'i bo'ladi shu narsani yedirsanglar. Chunki mazasi, eshitasizlar. Voy. Tasavvur qilinglar, qora shirin limon choy, qo'lida fatr, unda botirib yeyapsizlar. Va, bilaman, sho'qlasizlar. Mana shu fatrga lekin 5 emas, har doimgidek 6 valay. Gulmisiz, rayhonmisiz deganda Gulxonim. Nimaga Gulxonim desanglar, endi tushunib turibsizlar, gul shaklida bo'lganiga. Qani, xonimni o'zbekchasiga bismillah. Xamiri yuqigina, bilasizlarmi, ichidagi zelenichi takoy pikantniy mazza beryapti. Gulxonim, молодцы, bitta like, lekin bitta zakaz qilib o'tirmaylar. Oddiy to'ymasa. Yosh qo'zichoqdan bug'lama olib kelishdi. Yumshoqligidan ko'ryapsizlar. Bilasizlar, qo'y go'shtini yemayman, sababi hidi bo'ladi men uchun. Go'sht haqiqatan juda ham yumshoq pishgan. Pyure zo'r. Menga sal tuzni pastlik qildi, lekin bilasizlar, restoranda tuzni past menga muammo emas. Sizlarga ham tavsiyam, stolda har doim tuz turadi. Olib, tuz sepsanglar, o't-bo'tinglar kamayib qolmaydi, osmon uzilib yerga tushmaydi. Mazasi qulay. Vag'a etib pishadigan vag'uri keldi. Qani endi sizlar bilan yeb ko'ramiz. To'g'risini aytaman, men bu joy vag'urisini yeb ancha og'zimda qolgan, uyimdagilar ham hamma mazza qilgan. Birinchidan, mana bu steak priborlarga qaranglar. Молодцы. Ikkinchidan, o'zlariga fermentatsiya qilishayotgan ekan, местный Buxoroning go'shti. O'zimizning местный go'shtga yetilgani yo'q. Hech qanaqa chetdan kelgan miramirni ishoninglar, bizning go'shtga yetmaydi. Men bilmadim, yo steak priborlar juda ham o'tkir, yo go'sht yumshoqgina, hazillashaman. Go'sht juda ham yumshoq. Bilasizlar, tibon ikki xil go'shtdan iborat bo'ladi. Bu tarafi birinchi kesgani bonfile idealni kesildi. Bonfile ham endi bu taraf sal nima deydi, plotniyroq, o'zi strukturasi shunaqa, ular bir xil pishirishi iloji yo'q. Ishoninglar. Toshkentda ham, Buxoroda ham yegan steyklarim orasida ancha aqlli. To'g'ri, yozgi desert ekan, ya'ni fruktovoy asarisi mini ko'rinishda. Aslida bunday qilamiz-da. Tak, shaftoli, kivi, qulupniy, apelsin yozda. Yana nima ketadi, to'g'rimi? Sanga o'zi bu restoran yoqadimi deganlarni diqqatiga. Ko'p unaqa restoranlar. Shularning qatorida Buxorodagi joy ham menga juda ham yoqadi. Atmosferasi bomba. Ikki xil restoran yonma-yon. Xolasanglar terrasa, xolasanglar pastda bemalol yopiq joyda o'tirsanglar bo'ladi. Eski joyligi va вообще atmosferasi o'zgacha dunyo. Ovqatlariga keladigan bo'lsangiz, o'zingizlar ko'rdinglar. Deyarli kamchilik yo'q. Bu degani menga juda ham yoqdi. Endi zo'r yengil aytmoqchiman. Tez kunlarda xudo xolasa bular gastro obed va gastro ujurlarni organizatsiya qilishyapti. Ya'ni nima degani? Siz kelasiz va chef povariga birinchi, ikkinchi ovqat, salat, desert hammasini o'zini tabiga ko'ra bir kishilik qilib hammaga tortiq qiladi. Sizlar u ovqatni mazza qilib yeb, bunaqa kayfni faqat joyda qila olasizlar. Buxoroliklar, sizlar bu joyga kelganmisizlar? Sizlarga yoqqanmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Reklama qilding, pulini olding deganlar, ha, $20,000 oldim. Kamlik qiladi, menimcha stavkani oshiramiz. Keyingi reklamam $30,000 bo'ladi. Bormi? O'ziga ishonganlar yozinglar kommentariyada.